Aeroportda qanday muammolarga duch kelgansiz? Keling, ulardan eng dolzarb 5 tasi haqida gaplashamiz. Birinchi xato hujjatlarni tartibsiz saqlash. Pasport, aviabilet, sug'urta bularni oxirgi daqiqada qidirish eng yomon holat. Har doim bitta joyda, papkada saqlang. Ikkinchi xato normadan oshgan yuk. Uyda tarozida o'lchang. Shunda aeroportda ortiqcha to'lovdan qutulasiz. Uchinchi xato aeroportga kech chiqish. Xalqaro reys uchun kamida 3 soat oldin, ichki reys uchun esa 1,5 soat oldin boring. Shunda hech qayerga yugurishga hojat qolmaydi. To'rtinchi xato aeroport ichida qimmat narsalarni sotib olish. Suv, snack, hatto qulay quloqchinlarni ham tashqaridan olib kelsangiz, ancha tejamkor chiqadi. Beshinchi xato boarding paytida vaqtni yo'qotib qo'yish. Kimdir telefonga berilib ketadi, natijada gate yopilib qoladi. Har 15 daqiqada eshik raqamini tekshirib turing. Ularni yodda tutsangiz, sayohatingiz stressiz o'tadi. Shu kabi videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga a'zo bo'ling.